Bu yilgi Rajab oyi qachondan boshlanadi? Bu yilgi Rajab oyi ertaga, ya'ni 21-dekabrdan boshlab yangi oy, ya'ni yangi hijriy oy Rajab oyi boshlanadi. Rajab shahrulloh va Sha'ban shahri va Ramazonu shahri ummati deganlar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni Rajab bu mening Allohning shahri, ya'ni Allohning oyi. Shahrulloh. Sha'bon mening oyim, Ramazon esa ummatimning oyi deganlar. Rajab oyi kirgandan keyin ma'lum bir kunlarda xossatan mana shu kun roza tutiladi degan gap yo'q azizlar. Va boshqa oylar qatori dushanba va payshanba kunlari nafl rozalar tutiladi va hamda hijriy oyning 13, 14, 15-kunlari tutiladigan 3 kunlik roza bor. Ana o'sha rozalarni ham tutsa bo'ladi. Endi Rajab oyi urush harom qilingan oylarning biri, ya'ni bu oy ham urush harom qilingan oy. Bu oylarda urush janjal qilinmaydi azizlar. Bu oy Alloh taolo nazarda boshqa oylarga qaraganda hurmatliroq. Demak, roza tutuvchi insonlar o'zi yashab turgan mintaqa joydagi, deylik Andijonmi, Xorazmmi, Samarqand, Toshkent, o'zi yashab turgan joydagi bomdod vaqti kirishi bilan og'izni yopadilar va o'zi yashab turgan joyda shom vaqti kirishi bilan iftorlik qilib og'izlarini